Kattaqo'rg'onda ajoyib yangilik do'stlar. Kattaqo'rg'onda Rossiyaning Gorniy Altayskiy krayidan ajoyib Greenford Simmental buqalarimiz keldi, qadrdonlar. Mana bugun 10-dekabr hafta kuni chorshanba Kattaqo'rg'on shahar Zavokzalda biz Murod akamiz xonadonimiz. Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz? Xormang. Choshga barak akajon. Rahmat. Buqalar zo'rlardan olib kelibsiz aka, va shu zo'rlardan. Nech pulgacha bo'lyapti aka bular? 22 milliondan 27 milliongacha bo'lyapti. Aha. Nima bo'lsa ham o'zimiz xalqimizga bo'lsin deymiz. Gap yo'q aka, barakasini bersin, lekin juda ham ajoyib buqalar ekan. Xo'p, 22 dan nechta chiqarib bera olasiz aka? 22 dan 2 dona chiqarib bera olaman. Aka, ikkita demang aka. 4 ta qiling shuni, xalq mazza qilsin. Ha, siz nomingizdan kelsa podpischilar sizlar. Faqat srochni kelish kerak, qolmay qolishi mumkin. So'ng kelib gal foydasi yo'qda. Srochni kelish kerak. Xo'p. Aka, bitta narsada agar bitta joyga olaman degan aka-ukalar bo'lsa, nechta bo'lib berdi hozir? Aka bu yerga 40 ta mol bu. 40 ta. Ha, qolganlari sotilgan, bir pura kelgan. Bir fura kelganda. Xo'p, agar bir joyga hozir mana shu yerda hozir nechta hozir soni? Obshi. Obshi soni bu yerda 20 ta bor. 2 ga bo'lib tushirgan. Zamonlar sotilgan tashqari hozir 42 dona qolgan. Xo'p, mana shu hozir 20 dona. 20 dona. Nech pul qilib berasiz bir joyga olsa agar? Aka 25 dan qilib beramiz. Aka 25 nima? Kelishtirib ayting. Agar Aka 25 dan qilib beramiz. Ha, mayli 24 ta siz nomingizda kelsalar 24 dan qilib beramiz. O'tkazib. Bobarak aka. 24 dan ketdi. Agar bir joyga kelsa ketdi. Bobarak aka. Bobarak aka ketdi mana. Mashalloh. Xalqimizga bo'lsin. Bo'lsa Kattaqo'rg'onliklar mazza qilsin aka. Aka tanlab olamizsa qanday bo'ladi? Tanlov oladigan mollarni biz kelishib olamiz. O'zlari mol o'tsa savdosi bo'ladi, o'tib beramiz narzini. Ha, tanlab oladi desa narxi boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi, kelishtirib beramiz. Hamma ham bo'lib qilib, xalqimizga ham javor qilmaydigan ishlar qilamiz. Akalar, srochni kelamiz. Lekin juda ham buqalar o'ta sifatli ekan. Aka, bitta haydang aka bilan. Buni orqa korobkalarini ko'rsinlar. Mashalloh. Vo. Achach. Mana. Akalar, buni qaranglar, orqa korobkalarni qaranglar, orqa korobkalarni. Sifat. Mashalloh. Aka, yeyishi, ichishi, sog'lig'i qanday bo'ladi? Ichishi, sog'lig'i hammasiga javob beramiz. Bemalol tekshirib ko'ra olaveradimi aka? Qonuni ham tekshirib ko'rsin. Qonuni ham, ha? Mashalloh. Bular vashi aka, bu vashi udarlarni olib kelibsiz-ku, korobkalarni qaranglar. Korobkalarni. Ochach. Mana. Qadrdonlar, ulgurib qolamiz. Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahar, Zavokzalda biz aka Murodni toniganlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Hammasi zo'r lekin. Hozir bilan ikkinchi partiyasi bor, ularni ham syomka qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin, Alloh barakasini bersin. Nima dedinglar? Arzon bo'ldimi, qimmat bo'ldimi? Fikrlaringizni kommentariy yozinglar.